Tushda adashib qolish odamlar eng ko'p ko'radigan va eng ta'sirli tushlardan biri hisoblanadi. Bunday tushda inson ko'pincha noma'lum joyda yuradi, yo'l topolmaydi yoki qayerga borishni bilmay qoladi. Bu holat tushda juda haqiqiy tuyuladi va ko'p odamlar uyg'ongach ham uni uzoq vaqt eslab yuradi. Sharq an'anaviy qarashlarida tushda yo'lda adashish inson hayotidagi ikkilanish yoki muhim qaror arafasida turganini anglatadi. Ya'ni inson qaysi yo'lni tanlashni o'ylab yurgan bo'lishi mumkin. Bunday tush ba'zan hayotda yangi bosqich boshlanishi yoki inson o'z yo'lini izlayotganini bildiruvchi ramz sifatida ham qaraladi. G'arb psixologiyasida esa tushda adashish insonning ichki holati bilan bog'lanadi. Psixologlar bunday tushlar ko'pincha inson hayotida aniq maqsad yo'qligi, yo'nalishni yo'qotish hissi yoki katta o'zgarishlar davrida paydo bo'lishini ta'kidlaydi. Masalan, yangi ish, yangi muhit yoki muhim qarorlar oldidan odamlar bunday tushlarni ko'proq ko'rishadi. Agar tushda siz katta shaharda yoki noma'lum ko'chalarda adashib yurgan bo'lsangiz, bu ko'p hollarda hayotda juda ko'p tanlovlar borligini va inson qaysi tomonga borishni o'ylab yurganini anglatadi. Agar tushda o'rmon yoki tabiat ichida adashib qolsangiz, bu inson ichki dunyosida savollar ko'pligini va o'zini tushunishga harakat qilayotganini bildirishi mumkin. Qiziq jihat shundaki, ba'zi odamlar tushida adashib yurib, oxirida to'g'ri yo'lni topadi. Bunday holat odatda yaxshi alomat sifatida qaraladi. Bu inson qiyin vaziyatdan chiqish yo'lini topishini yoki hayotidagi muammolar asta-sekin hal bo'lishini anglatishi mumkin. Agar tushda yo'lni umuman topa olmaslik hissi bo'lsa, bu inson hayotidagi bosim, charchoq yoki ruhiy bezovtalik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ayniqsa katta mas'uliyat yoki muhim qarorlar davrida bunday tushlar tez-tez uchraydi. Qadimgi bashoratlarda ham yo'ldan adashish ramzi qiziq talqin qilingan. Ayrim xalqlarda bunday tush inson o'z taqdir yo'lini izlayotgani, hali oldida katta yo'l borligini anglatadi deb qaralgan. Ba'zan esa bu insonga sabr qilish va shoshilmaslik kerakligi haqidagi ishora sifatida tushuntirilgan. Eng qiziq tomoni shundaki, tushda adashish har doim ham salbiy ma'no bermaydi. Ko'p hollarda bu insonning hayotida yangi yo'l ochilishi, yangi imkoniyatlar paydo bo'lishi yoki o'zini anglash jarayoni boshlanganini bildiruvchi ramz hisoblanadi. Shuning uchun tushda adashib qolish qo'rqitadigan tush emas. Aksincha, u insonga bir savolni eslatadi. Hayotda qaysi yo'l bilan ketyapman va qaysi yo'l meni haqiqiy maqsadga olib boradi?